Assalomu alaykum. Malikaxon opa, yaxshimisiz, sog'misiz? Rahmat, yaxshi. O'zlaringiz yaxshimi? Avvalo bezovta qildim, ming bora uzr so'rayman. Radio loyihasi orqali siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqotda bog'lanib turibman. Boshlovchi suxandon Nilufar bo'laman, Malikaxon. Tanishganman, xursandman. Albatta, biz ham minnatdormiz. Bugungi chiroyli unutilmas tavallud ayyomlari qolaversa, hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsa. Rahmat. O'zlaringizga ham hayit bayramlaringizni. Tashakkur, minnatdormiz. Aynan bugun Malikaxon uchun qo'limdagi chiroyli tabrikini kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Bilmasam, menda jigarlarim, Albatta. opakalarim, bolalarim bor. Juda ham to'g'ri. Bugun Malika xonimni tabriklayotgan asosiy tabrik yo'llovchi ukalar Egamberdi, Rahimberdilar nomidan yo'llanmoqda. Rahmat, sog' bo'lsin. Otalari Rahmon ota, onalari Muyassarxon aya, opalari Nazokatxon, Muniraxon, Nigoraxon, Matlubaxon, farzandlar Marjonaxon, Farangiz, Shohruh, Shirinaxon, kelilar Dilafruz, Gulbahor, jiyalar Shodiyona, Sevaraxon, Islomjon, Kumush, Kamola, barcha yaqinlar nomidan joni jigarlaringizni go'zal tilaklarni yetkazib qo'yaman. Nima deysiz? Rahmat, sog' bo'lsin, ularım. Dunyo turib Baxtli bo'lsin. onamga o'xshagan nurli yuzligim, to'yib erkalatgan shirin so'zligim, osmonda yulduzim ohu ko'zligim, mehrla siylagan gulim jonajon. Joningiz omon bo'lsin, aziz opajon. Assalomu alaykum. Bizning maslahatgo'yimiz, yelkadoshimiz, hamisha yaxshi yomon kunlarimizda onamizni siymolarini, siyratlarini, iforlarini bizga hadya etib turuvchi go'zallikda tengi yo'q, betakror aziz opajonim. Bugungi Robbim Allohimni go'zal hadya etilayotgan yoshi bilan sizni hamma jigarlar nomidan muborakbod etaman. Avvalo Allohdan mana shu jigarimiz uchun eng avvalo sog'lik so'raymiz, baxt, omad, zafar so'raymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Ko'z qorachig'ingiz bo'lgan farzandlaringizni orzu dunyosini rohatda ko'ring, ilohim. Biz ukalaringiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, lekin aynan shu so'zlarni yigitlik or-nomusi bilan aytishga jur'at topolmaymiz. Yuragimizning eng to'g'ri joyidasiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Albatta, va'da beramiz, doim holingizdan xabar olamiz. Ota-onamizni madadini berib turguchi, suyansangiz suyay oladigan tog'ingiz, ukangiz bo'lamiz. Baxtimizga hech qachon kasal bo'lmang deya chiroyli tabriklarga yakun yasamoqdalar. Rahmat, sog' bo'lsin, ularım qucha qarsin, farzandlarim rohatini ko'rib bersin, ekalasi. Sog' bo'lsin. Jigarlar mehr muhabbatda rishtalari hech qachon uzilmasin. Omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling sizlar. Bo'lar singil uchun, donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fido qilsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan. Yumshoq ko'ngil tana nima bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan. Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun.
Gözlerini yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yangi uyda ildiz otib bo'lmaguncha borgan joyda toshday